Assalomu alaykum Quvasoy shahar aholisi, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Quvasoy shahar oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan 2025-yil 1-chorak davomida xotin-qizlarning bandligini ta'minlash hamda ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga berilgan yordamlar to'g'risida ma'lumot beraman. Quvasoy shahar xotin-qizlar bo'limi tomonidan yanvar oyida xonadonma-xonadon yurish orqali xatlov o'tkazildi hamda ishsiz xotin-qizlar aniqlandi. Shunga ko'ra, Quvasoy shahrida ayollar daftariga 2287 nafar ishsiz xotin-qizlar ayollar daftarining 1-toifasiga kiritildi. Shu kunga qadar ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarning 782 nafari bo'sh ish o'rinlariga joylashtirildi. Bundan tashqari, xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida ayollar daftarining 2-toifasiga kiritilgan. Bu tadbirkorlik qilish istagini bildirgan xotin-qizlarimizning 116 nafaridan 61 nafar xotin-qizlarga Xalq banki tomonidan 780 million so'mlik kreditlar ajratilib, ularning bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari, ayollar daftariga kiritilgan 3-chi, 4-chi, 6-chi toifaga kiritilgan xotin-qizlarning 310 nafariga 232 million 500 ming so'mlik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Shuningdek, ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga 267 nafariga tibbiy yordamlar ko'rsatildi. 39 nafariga adliya bo'limi tomonidan huquqiy yordamlar ko'rsatildi hamda 41 nafar xotin-qizlarga psixologik yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari, xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida ishsiz xotin-qizlarni qayta kasblarga o'qitish orqali 113 nafar xotin-qizlarimiz qayta kasblarga o'qitildi. Bunda 62 nafar xotin-qizlarimiz tikuvchilik yo'nalishida, 51 nafar qizlarimiz chevarchilik yo'nalishida kasb-hunarga o'qitildi. Mana shu kasb-hunarga o'qitilgan xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash maqsadida shaharda mehnat yarmarkalari tashkil etilib, bo'sh ish o'rinlariga joylashtirilib kelinmoqda. Quvasoy shahar oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan ishsiz xotin-qizlarni aniqlash, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish, kasb-hunar o'rgatish maqsadida chora-tadbirlar belgilanib, hozirgi kunda mahallalarda tashkil etilgan xotin-qizlar faollari tomonidan tizimli ishlar tashkil etib borilmoqda. Yil yakuniga ko'ra, mana shu ayollar daftariga kiritilgan 2287 nafar xotin-qizlarimizni bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish ko'zda tutilgan.